Shayxontohur tuman soliq inspeksiyasi rahbariyati, Toshkent shahar soliq boshqarmasi birgalikda Prezidentimizning 100-farmonlari tadbirkorlarga tanishtirildi. Barcha yengilliklar keyin tadbirkorlar tomonidan o'zini qiziqtirgan savollarga tegishlicha va to'liq javob olib ketishdi. Barchaligisi mamnun bo'lib ketishdi bu farmondan. Umumiy ovqatlanish bo'yicha mana legallashtirish, ya'ni ishchilarni rasmiylashtirish bo'yicha elektronniy, ya'ni bu soddalashtirildi bu narsa. Bir kundan 7 kungacha, 7 kundan 1 oygacha rasmiylashtirish bu ham juda qulay keldi tadbirkorlarga. Oldingi tizimda bu narsa juda ham murakkab edi. Shu farmon tadbirkorlarga juda qulaylik va yengilliklar berdi. Tuman tadbirkorlik subyektlariga, ya'ni manziliy borib, bu farmon bo'yicha yana tushuntirishlar olib boriladi va davom ettiriladi. Asosiy yengilligimiz Prezidentimiz tomonidan belgilangan 100-sonli farmonga to'xtalib o'tildi. Bizga misol uchun tadbirkorlarga bu narsa juda ham ma'qul keldi. Ko'p savollarga javob oldik, yengilliklar bilan tanishdik. Avgust oyidagi Prezidentimiz uchrashuvlari bo'ladi tadbirkorlar bilan. O'shanda ham yana yangi yilni kutib qolamiz. Yana tadbirkorlarga yangi imkoniyatlar yaratib beradilar, imtiyozlar yaratib beradilar degan bittamiz xudo xohlasa. Prezidentimiz shunday yangi yilni qilib berganlaridan keyin shaffof, halol ishlashga intilish bo'ladi bu yog'iga. Qonun doirasida ishlasak, muammolar ham kam bo'ladi.